Do'stlar, tuzuymizlar. Mana biz Termizdagi obyektimiz tayyor holatga kelgan. Bundan ko'rib turishinglar mumkin. Bundan g'ish quyib, uje kesib avtomat reskalarda. Hozir ularni ham ko'rsataman. Polni lentamiz. Hop, lentamiz shunda 8 metrli lenta bo'ldi. Mana bunday qumlar o'zi chiqaradi. Polni avtomat liniya. Bu qum elevatorimiz. Bu semen yo'mkisimiz 50 tonnalik. Mana bunday kraskalarigacha ukamiz bitirib qo'ydi mana. Reduktor polni komplekt holatda. Mana bunday suv yo'mkislari. Bu polni ko'rishinglar mumkin, tarozi. Tarozilik polni avtomat liniyamiz bo'ladi. Full avtomatga. Hop, ketdik. Yana bunda nimalari bor? 20 ta qolip bilan kelgan. 20 ta qolipimizda har bir donasidan 12 donadan g'ish chiqadi. Har bitta mana bunday 0.43 formadagi qoliplarimiz. Bu sachilib yotganlarga e'tibor berasizlar. Hozir yaqinda bu yondorlarni olib, mana bunday avtomat reskada kesdik. Mana bu mana chiqqan ishlar. Kachitva joyida. Mana bu avtomat reskamiz. Bu avtomat reskamizni bilasizlar, o'zi bitta knopkani bosasiz, tushib, kesib, yana chiqib joyiga o'zi o'chadi. Xo'p, bu avtomat reskamizga yangiliklar qo'shilgan. Ocholmay qoldim buni, polni. Bu yerdan ligirovkalari bor. Buni tezroq, sekinroq tushib chiqadigan variantda qilsa bo'ladi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat barchaga.